Faqatgina intizom va muntazamlik bo'lsagina 1 yil 2 bo'ladi. Hech kim uy chiqmagan. Dechi? Hech kim, hamma darsdan keyin qolasan. Saypullo, seni boksing bor, mayli, sen ketur. Dechi? Salom degan. Nima bo'ldi? Finally, men so'ramoqchi edim. Nimaga mana shu hamma o'qituvchilar intizom kerak, o'zini ustida ishlash kerak, intizom bilan muntazam ingliz tilini o'rganish kerak deydi-da, lekin mana shu rejani tuzib bermaydi. Mahmadanasan deydi. Nega? Dushanba mana qil, seshanba buni qilish kerak deb, nega hammasini tushuntirib bermaydi? Nega? Chunki bu yaxshigina qiyin ish. Negaki bir haftalik reja hammaga ham mos tushib ketavermaydi. Sababi hammaning darajasi har xil bo'lishi mumkin yoki uning rejalari turli xil bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa ham, biz bugun gaplashadigan bir haftalik reja hammaga mos tushadigan flexible reja bo'ladi va u sizni ingliz tilini nima maqsadda o'rganishingizdan, qanaqa darajadaligingizdan o'zbek tili ham qiyin ko'rasizlar. Qat'iy nazar sizlarga foydali bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, let's go. Yo, what's up? Teacher Azamis here again. Bir qancha payt oldin biz active and passive learning haqida gaplashgan edik, ya'ni faol, sho'ng'i olib o'qish va log'ki, yengil, maza qilib o'rganish. Ana shularni o'tgan edik. Bu mana shu ikkita metodni bugun ham ishlatamiz. Negaki bir haftalik rejamizda biz ham active, ham passive o'rganishni aralashtirib o'rganamiz. Shunda albatta siz bir hafta davomida zerikib, haftaning oxiriga borib yonib kul bo'lib ketmaysizda. Yo'q. Yaxshi bo'lib, tarrang bodringda ketib borasiz haftaning oxirigacha, yaxshi miya ham portlab ketmaydi. Lekin shu o'qishda ham o'qish bor, o'rganishda ham o'rganish bor. Afsuski, aksariyat yoshlarimiz qanaqa qilib bilim olishni, yangi ma'lumotni o'zlashtirishni bilishmaydi va buning sababi bizning o'rta ta'lim maktablari. U yerdagi tizim shunaqa qilinganki, sizga o'qishni, o'rganishni o'rgatishmaydi. Faqat nima? Konspekt qilib kelish kerak, galstuk bo'lish kerak va hokazo. Ya'ni hammasi rasmiyatchilik uchun, lekin qanaqadir bir haqiqatan bir sifatli bilim topish qiyin. Hamma maktablarda unday emas. Va shu sababdan O'zbekistonda sifatli o'rta ta'lim suv va havodek zarur. Va men hozir sizlarga o'sha rivojlangan davlatlardagi ta'lim tizimini o'zida tatbiq qilgan Profi School haqida gapirib beraman. Tolerantlik asosida yaratilgan ta'lim va tarbiya tizimi. Maktabning o'zida 15 xil millat vakillari ta'lim oladi. Ya'ni multicultural school va albatta tajribali va yuqori toifali o'qituvchilar ishlaydi. Boshlang'ich va o'rta ta'limni, ya'ni 1-dan 11-sinfgacha o'z ichiga olgan ushbu maktabda siz albatta suhbat va imtihon orqali qabul qilinasiz. U yerda asosan matematika va rus tili doirasida suhbat olib boriladi va imtihon qilinadi. Maktabning o'zida esa siz matematika, ingliz tili, yapon va arab tillarini chuqurlashtirilgan holda o'rganasiz. Va albatta yana maktabga olib kelish va olib ketish xizmatlari ham bor avtobusda. U ham Gollivud filmlaridagi. Xullas siz o'sha maktablardagi 30-35 talab sinfda tiqilib o'tirmasdan 14-18 talik bo'lib o'tirib bemalol maza qilib ta'lim olmoqchi bo'lsangiz, batafsil ma'lumot va kontakt ma'lumotlarini shu videoni pastida opisaniyasida qoldirgan bo'laman. Demak, mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, butun hafta davomida siz ham qiziqarli, ham foydali ma'lumotlar olib bilimingizni oshirishingiz uchun, ingliz tili bilan shug'ullanishingiz uchun you should identify your interests and needs. Ya'ni siz o'zingizning qiziqishlaringiz va sizga kerak bo'lgan mahoratlarni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni deylik, kimdir futbolga qiziqadi, o'g'il bolalar asosan yoki filmlarga qiziqishingiz mumkin. Qiz bola bo'lsangiz, siz ham futbolga qiziqishingiz mumkin, misol uchun, yoki xohlagan narsaga dizayn, arxitektura va hokazo, yoki ovqat pishirishga qiziqishingiz mumkin bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha. Qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda siz kontent tanlaysiz o'zingizga. Bu degan faqatgina video yoki audio emas, bu o'quv materiallari ham kirib ketadi. Demak, bir hafta reja tuzganimizda biz o'zimizga kerak va qiziqarli bo'lgan kontent va informatsiyani yig'ib olamiz. Ana shunda o'rganganingizda anchagina samarali va mahsuldorroq bo'ladi. Negaki o'rganayotgan paytingizda agar deylik sizga qiziq bo'lmagan mavzu bo'lishi mumkin va shunda mengiz qo'ysangchi, maqasan shuni o'rganib deb yangi so'zni yoki qaysidir yangi jumlani eslab qolmasligi mumkin. Sizga qiziq emas chunki. Mana shuni siz o'zingizga qiziqadigan mavzu orqali olib ketsangiz, albatta miya ham trigger beradi. Vijir qiladi, miyalar eslab qoladi shunda. Men o'zim eslayman, 17 yoshlarimda Beatles guruhiga juda ham qiziqardim. Va 3 kundami 4 kunda
ingliz tilida Wikipediyada Beatlesga aloqador hamma sahifalarni o'qib chiqqanman. Beatlesning o'zi, har bir ishtirokchisining tarixi, hayoti, qo'shiqlari, albomlarining tarixi qiziqligidan men bu ingliz tilidagi esimni ham yo'q. Chunki qiziqli o'qib o'tiraman. Ne ingliz tilida o'qiyman? Chunki rus tilida o'qiganimda shuncha matn chiqsa ingliz tilida ko'proq bo'lardi. Ma'lumot ko'proq ingliz tilida shunaqa bo'lardi. O'shanda ingliz tilida o'qirdim. Siz ham shunaqa qilishingiz mumkin. O'zingiz sevgan klubning tarixini o'qib chiqish qiziq bo'lishi mumkin-ku, futbol klubi. Ingliz tilida o'qing. Yoki agarda deylik siz sevgan dizayner bo'lishi mumkin. Uni hayotini o'qimoqchi bo'lishingiz mumkin, to'g'rimi? Ingliz tilida o'qib chiqsangiz bo'ladi. Ingliz tili o'rganyapman degan narsa esingizdan chiqib ketadi shu paytda. Demak, haftani boshi yakshanba. Yakshanba kundan boshlash kerak, negaki bekorga bozor kuni deyishmaydi. Biz ham bozor qilib olamiz, kontentni yig'ib olamiz, bir haftalik kontent. Bizga nima kerak o'zi, nimaga qiziqamiz o'zi, shunga qarab turamiz. O'sha uchun bizga kerak emas, darajamizdan baland bo'lishi mumkin. Bu yerda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Ya'ni, balkim darajangiz elementarydir. Upper intermediate hozir testni olib, keyin 30 ta savoldan 5-6tasini to'g'ri yechib, hafsalangiz pir bo'lib o'tirgandan ko'ra, o'zingizga mos narsani olishingiz kerak. Lekin qarab chiqing baribir. Bozorda ham qimmat bo'lsa ham baribir qarab ko'rasiz, surishtirib ko'rasiz. Men mokin ish bilan ekan. Ha, 15 million. Ha, yaxshi, prosta ko'raman. Deb misol uchun. Bu yerda ham shu aprdan narsalar sekin qarab ketavering. Ko'rib qo'yaverasiz, ha bu 6 oydan keyin senga qaytaman hali degan ma'noda. Bir so'z bilan aytganda, yakshanba kuni siz test qilib ko'rasiz, tatib ko'rasiz, u testni, bu mashqni, mana bu mavzuni, nimani ustida ishlamoqchiman, o'zingiz analiz qilasiz. Ha, men readingdan true false not given ustida ishlashim kerak. Yoki elementary bo'lsangiz, shunchaki matnni tushunmayman. O'qiganimda miyamga kirmayapti. Nima qilsa bo'ladi? Demak, Google qilasiz. What should I do if I'm not able to understand reading in English? O'ta keyin savol chiqadi. Mana buni qilib ko'r, buni qil, mana bu mashqni qil, mana bu saytga kirsang bu bor. Yakshanba analiz, research qilib o'sha narsalarni to'playsiz va dushanbadan jang boshlanadi. Deylik, dushanba kuni shunaqa biz maqsad qo'yishimiz mumkin. Nimadirga o'zimizni bag'ishlaymiz. Bu bo'lishi mumkin cooking, ya'ni ovqat pishirish va pazandachilikka bog'liq barcha so'zlarni va xatti-harakat so'zlarini bilib olish. Ya'ni bu faqat qoshiq vilka degani emas. Bu pishirish, qovurish, dimlash, aralashtirish, maydalab chopish kabi hamma so'zlarni bilib olmoqchisiz. Idish to'g'rilarning nomini bilib olmoqchisiz. Mana shularning hammasini bilish uchun demak siz dushanba, seshanba va chorshanbani ajratasiz. Hozir nima qilishni tushuntiraman. Demak, dushanba kuni mana shunga moslangan siz ikkita listening va ikkita reading matnini topdingiz. Dushanba kuni shuni ustida ishlaysiz, ya'ni listening qilasiz va pazandachilik bo'yicha ikkita podkast ko'rdingiz. O'ta yangi so'zlar chiqib ketdi. Balkim hammasini tushunmassiz. Chiqqanda yozib oling. Ha, mana bu so'z bor ekan. Okay, deylik bake, grill chiqdi. Yo'q, hali bunday so'z ham bormi? Nima? Molecular kitchen bu nima ekan? Buni ham yozib oldingiz o'zingiz uchun. Demak, podkastdan, o'qigan maqolalardan juda ham ko'p yangi so'zlar chiqdi. Ularni yozib oldingiz. Va shu bilan shu asnoda siz o'sha kuni reading qildingiz, listening qildingiz va yangi so'zni yozib oldingiz. 50 ta yangi so'z chiqdi. Seshanba kuni esa ana shu 50 ta so'z ustida ishlaysiz. Ular ustiga mashq tuzasiz, ular ishtirokida speaking qilishga harakat qilasiz. Bir so'z aytganda yodlashingiz kerak bo'ladi. Shu so'zlar ustida ishlab albatta. Bu yerda esa yana Google dan foydalanasiz. Self study, ha, albatta hozir hammasini sizga aytib bering. Yo'q. Self study qilganda albatta Google qilasiz. How to learn new words in English. Like top methods to learn new words in English. Bo'ldi, sizga chiqib keladi metodlar. O'shalardan foydalangan holda yangi so'zlarni o'rganishni boshlaysiz. Chorshanba kuni nima qilamiz? Chorshanba kuni esa bu so'zlarni bildingiz, yangi so'zlarni o'rgangansiz, siz yana o'sha article, maqola va yana o'sha podkastlarni bir marotaba yana bitta eshitasiz va farqni his qilasiz. Xuddiki siz o'zingiz ingliz bo'lib ketdingiz, maqolani bitta o'qiganda tushunasiz, podkastni bitta eshitganda hammasi tushunarli. Muammo yo'q. Bu asha zo'r ketdi. Mana shunda siz progressni his qilasiz. Ya'ni biz zina tepaga chiqamiz. Og'ir atletikada ham ko'taradi-yu, birinchi bunday pastga tushib turib, keyin ko'tarish. Qanaqa Ruslan? Shunaqa, ya'ni biz dushanba kuni pastga tushamiz, chunki yaxshi tushunmadik. So'zlarni yodlab, keyin esa qahramonni qaytishi bo'ladi. Chorshanba kuni siz qaytasiz. Va xuddi shu ishni payshanba, juma va shanba kunlari boshqa mavzu bilan qaytarsa bo'ladi. Demak, butun 7 kunda bizda yakshanba kuni bozorlik kuni hamma materialni yig'ib olamiz. Dushanba biz jangda, birinchi jangda yutqizamiz, lekin keyin seshanba kuni o'sha jangga tayyorlanish uchun trenirovka qilamiz deylik. Shunday kinoda ko'rsatadi-yu, muhim, eng asosiy jang oldidan qahramonimiz tayyorlanadi-yu.
Shu yerda Rockini qo'yib olsa ham bo'ladi, ertalab yugurayotganlarni. Ha, seshanba kuni muhim kun va siz tayyorlanganingizdan so'ng chorshanba kuni yana eng muhim jangga qaytasiz va g'alaba qozonasiz. Payshanba kuni esa yana yangi jang, ikkinchi raund bo'ladi. Bu endi boshqa mavzu ustida bo'lishi mumkin. U yerda ham asosiy jangga shunday kirib ketasiz, qonli jangdan qaytib chiqasiz, oqsoqlanib, zo'rg'a emaklab, kiyimlar yirtilib ketgan, lekin siz qaytasiz. Chunki juma kuni yotib olib, tayyorlanib, shanba kuni yana shu jangga qaytasiz. Demak, birinchi kun yutqizamiz, ikkinchi kun tayyorlanamiz, uchinchi kun esa qaytib revanshda jangda yana g'olib bo'lamiz. Mike Taysonga o'xshab tag'in qulog'ini tishlab olmang. Endi mayli, bu iborani hamma bilmaydi, faqat oldlar biladi, oldlar. Eskilar biladi buni. 90-yillardanmi bu? Lekin sal boshqacharoq metod ham bor. Bu 1 2 3 4 5 6 degan metod. Ha, hozir o'ylab topdim. Bu yerda nima qilinadi? Birinchi kun siz qaydir skillga bag'ishlangan mashqni qilishingiz mumkin. Reading bo'yicha bo'lishi mumkin. Film ko'rishingiz mumkin. Seshanba kuni esa u yerda ham yana qandaydir skillga, mahoratga bag'ishlangan, so'z yodlashga bag'ishlangan mashq va bu aktiv hisoblanadi. Keyin yana bitta passiv podkast eshitishingiz mumkin. Chorshanba kuni ham xuddi shunday qilasiz. U yerda ham bitta skillga active learning, keyin yana bitta passive learning. Demak, bizda nima bo'lmoqda? Dushanba kuni active learning va passive learning. Seshanba kuni ham active learning, passive learning. Chorshanba kuni ham active learning va passive learning qilmoqdamiz. Va payshanba, juma va shanba kunlari endi haftaning birinchi qismida, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba qilgan narsalarimizni yana qaytaramiz. Ya'ni payshanba kuni endi dushanba qilgan narsamizni, juma kuni, seshanba kuni ustida ishlagan narsamizni, shanba kuni esa chorshanba kungi narsani qilamiz va bu yerda ham siz farqni ko'rasiz, progressni ko'rasiz. Ya'ni dushanba kuni qiynalib ko'rgan filmingizni ko'rib bo'lgandan keyin siz orada 3 marta uxlagansiz. Miyangiz o'sha narsani yana process qiladi, eslaydi, hazm qiladi ma'lumotlarni. Va payshanba kuni o'sha filmni yana bir marta ko'rgandan keyin ancha yaxshiroq tushunganingizni o'zingiz his qilasiz. Negaki miyaga o'tirgan. Siz o'sha paytda tushunmadim deb o'ylagansiz, lekin miya o'ylab, hazm qilib, ancha o'ziga yaqin oladi o'sha ma'lumotlarni. Xuddi tushungandek bo'ladi va payshanba kuni yengilroq tushunasiz. Va bu kaskad metodida o'rganish hisoblanadi. Ya'ni qayta yana o'rganish. Demak, siz dushanbani payshanba kuni, seshanbani juma kuni, chorshanbani esa shanba kuni qaytarasiz. Yakshanba bozor kuni esdan chiqarmaymiz. Ha, bugun biz haftalik rejani ko'rib chiqdik. Bu yerda ikki xil metodni ishlatsa bo'ladi. Ular bir-biriga juda ham yaqin. Unisini ham o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Lekin eng muhimi, yakshanba kuni bozorlik qilish kerak. Aytganimdek va hammasini yozib olishingiz kerak. Reja yozilishi kerak. Miyada bo'lsa qilmaysiz. Yozib budilniklar ham. Nima deydi? Alarm. You should set an alarm, okay? Ya'ni budilnik, uyg'otgichlarni, eslatmalarni set up qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Men va chakagim ta'tilga ketdik. Keyingi haftagacha ko'rishguncha goodbye, take care.